Buni направлениyalarda oldim. Bunisi biznes, boshqa balobatlar deyapti. Xullas, nimaga kirgandim? Lesa texnik universitetiga bugun kirgandim. 20-iyulda priyom komissiyasi boshlangan ekan, dokument topshirish уже boshlanadi. Qanaqa dokumentlar kerak bo'ladi? Unga notarialniy перевод pasportingiz kerak bo'ladi, attestatingiz bo'lsa attestatingiz, diplomingiz bo'lsa diplomingizni перевод kerak bo'ladi. Keyin yana nima kerak bo'ladi? 3 ga 4 rasm meditsinadan o'tishga agar o'qishga kirsangiz уже meditsinadan o'tasiz, unga qarab. Uni o'qish paytida ham o'tsangiz bo'laveradi. O'shaning uchun glans shu notarialniy перевод pasportingiz kerak bo'ladi. Направлениялар qanaqa ekan? Направленияsi men ekonomika deganim sizlarga. Ekonomika ham yaxshi ekan. 119 ming rubl ekan 1 yilga. Uni bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Keyin yana bittasi zo'r chiqib qoldi, строительниси bor ekan. Строительниси 50 ming rubl ekan. O'shanga xudo xolasa ko'ramiz. Qaysi biri nasib qilsa, qaysi biri sal to'g'ri kelsa o'shanga kiramiz. O'shanga bemalol kelib qo'rqmasdan topshirsalaring bo'ladi.